Voy, Pasti, bizga hech narsa olib bermadi-ya. O'zi boylar shunaqa qurumsoq bo'lar-kanda. Mariya, senga havasim keladi. Har kuni har xil kiyim kiyasan. O'zlaringning do'konlaring ko'p bo'lsa kerak. Ha, albatta. Dadamning do'konlari juda ko'p. Men kiygan kiyimni boshqalarda ko'rmaysiz, sababi bizning do'konlarimizda hech kimda yo'q kiyimlar bo'ladi. Anavini kiyimini qara, zamondan orqada qolib ketgan. Ha, mayli. Maqtanib yuraverchi. Qachongacha shunday yurarkansan? Mana aytgan do'kon. Yurilar, sizlarga ko'rsataman. Voy, buncha chiroyli kiyimlar ko'p bu do'konda. Hozir sizlarga shu kiyimni kiyib ko'rsataman. Mana bu kiyim menga juda yarashdi. Endi bunisiga baho berin. Mana bu ham chiroyimga chiroy qo'shdi. Mayli, endi 3-chi kiyimimni baholang. Qale, dugonajonlar, yarashdimi bu kiyim ham? Hammasi juda ham yarashdi. Bizga ham bittadan kiyim olib bersang kerak. Biz bekorga u bilan dugona bo'lmadik, axir. Mana xarid qilgan kiyimlaringiz o'zingizga buyursin. Rahmat, kattakon. Voy, Pasti, bizga hech narsa olib bermadi-ya. O'zi boylar shunaqa qurumsoq bo'lar-kanda.